Endi 11-13 yoshga keldik. 11-13 yoshda bolada bir nechta narsa muhimroq hisoblanadi. Uni 11-13 yoshli bola bitta qiziq narsa, agar yaxshi to'g'ri tarbiyalangan, to'g'ri intellektual rivojlangan bola bo'lsa, hatto kichkinaroq ilmiy izlanish ham qila oladi. Ma'lum bir masalani manbalardan o'rganib turib, tahlil qilib sizga xulosa ham bera oladi. Agar siz bola bilan to'g'ri ishlagan bo'lsangiz. Chunki unda tanqidiy fikrlash paydo bo'lgan bo'ladi. Buni siz rivojlantirishingiz kerak. Bolaga tahliliy masalalar, bolalarga qiyoslash imkoniyati, bolalar bilan murakkabroq mavzularni muhokama, u tushunmasligi mumkin bu mavzuni. Lekin siz baribir uni muhokamaga tortishingiz kerak. Endi dindor odamlarga ham, dindor bo'lmagan odamlarga ham umumiy qiziq mavzular bor-da. Siz gapirib berishingiz mumkin bo'lgan yoki bola bilan fikrlashingiz mumkin bo'lgan mavzular. Atrof muhitdan boshlab turib, umuman qayerda yashayapmiz, davlatlar bor dunyoda, tarixi mamlakat, insoniyati tarixi. U bola hali chuqur tushunmaydi bu narsani. Lekin siz urug'ini ekib qo'ysangiz, unda o'sha urug' sekin-sekin bolaning miyasida aylana boshlaydi. Qanaqa ekan? Biz odam ekanmiz, nimaga biz odammiz, nimaga biz hayvon emasmiz, nima bilan farq qilamiz degan savollar sekin-sekin keladi. Bu diniy ta'limda ham bor, dunyoviy ta'limda ham bor. Taqqoslash, qiyoslash, muhokama qilish. Emotsional boshqaruv. 11-13 yosh bu переходный возрастda boshlanishi. 13 yoshlardan o'sha переходный возрастga biz kirib kelamiz. O'tish yoshiga kirib kelamiz. Bu yoshdagi bola emotsional nuqtai nazardan o'zini boshqarishni o'rganish kerak, tuyg'ularni anglashni o'rganish kerak. Bola jahlni boshqarishni o'rganish kerak, xursandchilikni his qilishni o'rganish kerak, boshqalarga nisbatan munosabatlarni asta-sekin shakllantirish kerak. Va o'sha munosabatini, o'sha his-tuyg'ularini ifoda eta olish kerak. Kimga ifoda etadi? Albatta otasi bilan onasi. Qancha ota-onasi yaqin bo'lsa, shuncha bola ichligini aytadi. Agar ota-ona o'zidan jazolovchi, nazoratchini yasab qo'ygan bo'lsa, bo'ldi tamom. Bolani qalbiga siz kalp yo'qotasiz. Uni topishingiz juda qiyin bo'ladi. Loyihaviy fikrlash tavsiya qilinadi, chet elliklar ko'p gapiradi buni. Bunaqa yoshda deyshadi, bolalarga kichkina loyihalar beringlar deyshadi. Endi ta'limda ko'p beriladi o'ziga kichkina qanaqadir loyihachalar. Lekin oilada ham buni qilish mumkin. Ta'limda chet elda bu juda rivojlangan, bu yoshli bolalarga kimyadan, fizikadan, qanaqadir masalaga oid bo'lgan, qoidaga oid bo'lgan mini proyekt qilishni o'rgatish. U shamol elektrostansiyani shaklini qilib bergin deydimi, qog'ozdan yasab, boshqa qilib, provodlarni bir-biriga ulab, yo'q qanaqadir o'zi yuradigan mashinacha robototexnikadan qilib berish masalasi bo'ladimi? Buni anaqa qilish mumkin. Maktabda qilish mumkin. Uyda nima loyiha qilish mumkin? Urug'dan o'simlik o'stirish mumkin. Bolaga og'zaki tushuntirish mumkin. O'zi urug'dan o'simlik chiqarish uchun turpoq qanaqa bo'lish kerak, uni qanaqa ekiladi, uni o'sib chiqish uchun nima kerak, to'liq tushuntirish bergandan keyin bola o'shani kichkina loyiha qilib turib, o'zi nimandir urug'ini olib kelib bersangiz, o'zi ekib ko'rib turib, o'zi o'stirib ko'rib, o'zi natijasini ko'rib, o'sha loyihasini yakuniy bosqichida aytaylik, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin olib kelib, mana men shuni o'stirdim, mana darajaga chiqdi, mana hosil beradigan darajaga chiqdi. Oddiy misol, bolalar uni nimadan qilinadi? Bug'doy ekib ko'rsin o'zi. Uyda 90 kun tursin o'sha bug'doy. Oxiri bug'doy chiqqandan keyin, boshog'i chiqqandan keyin olib turib, mana boshog'ini tegirmondan o'tkazgandan keyin shu un bo'ladi degan narsa. Bu ham loyiha. Ya'ni siz uyda ham berishingiz mumkin bo'lgan narsalar bor. Loyihaviy fikrlashni o'rgatasiz. Loyihaviy fikrlash bir ishni qilish uchun boshi bor, oxiri va muddati bor. O'sha boshini qilding, o'rtada qiladigan ishing bor, muddatida natija ko'rding, bo'ldi, loyiha tugadi, yopildi. Xolasang boshqa loyiha. Haligi tanqidiy fikrlashga nega savollar? Bola savol bilan kelsa, ota-ona hech qachon yig'nish kerak emas. Lekin aldash ham kerak emas. Ko'p bolalar savollari bizda javob yo'q. Nimandir o'zimiz bilmasligimiz mumkin. Nega degan savol bolada ko'p bo'ladi shu yoshda. Nega? Bilmasangiz bilmayman deng, lekin o'rganib kelaman, sen bilan gaplashamiz deb qo'y.
Bilsangiz erinmasdan tushuntirishga harakat qiling bu yoshda. Chunki bolada aynan tanqidiy fikrlash mustahkamlanib bo'ladi. Rejalashtirish. Haligi loyihaviy ish ham o'sha rejalashtirish bilan bog'liq, maqsad qo'yish, amalga oshirish, qadamlarni ishlab chiqish. Bundan oldin aytdik-ku, loyihalar, loyihaviy fikrlashdi. Ana o'shani rivojlantiradigan narsalar, ya'ni maqsadi bolaga rejalashtirish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Rolivoy modelni shu yoshda shakllanadi. Ya'ni ibratli shakllantirishingiz kerak. Agar siz bolani miyasida ibrat shakllantirmasangiz, ertaga uning ibrati san'atkor bo'ladi, aktyor bo'ladi, qiziqchi bo'ladi va hokazo bo'ladi. Ya'ni unga butun jamiyat atrofidagi bolachalar qiziqayotgan odamlar uni ham rol modeliga aylanadi. Siz agarda tartibli rolivoy modelni rivojlantiraman, ibratni, ya'ni bu qadriyatga bog'liq deb aytadi. Rivojlantiraman desangiz, uni ibratiga nimani rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni nimani rivojlantiramiz asosan? Fanga qiziqish rivojlantirmoqchimiz bo'ladi. Sportga qiziqish rivojlantirmoqchi bo'lamiz. Bu degani o'sha ibrat modelini, u kanalda ibrat rolivoy model shakllanadi. Instagramda to'g'risida hech kim gapirmaydi. U siz orqali shakllanadi. Siz qaysidir odamni, qaysidir insonni tarixiy bo'ladimi, zamondosh bo'ladimi, maqtashingiz orqali shakllanadi. Ota-ona bola uchun eng ishonchli manba bo'lib saqlanib qoladi. Agar bundan oldin bezdirmagan bo'lsangiz, faqat jazolamagan bo'lsangiz, bolani ko'ngliga yo'l topgan bo'lsangiz, sizni gapingiz eng ustun turadi qolgan hamma manbalardan o'sha vaqtda va unda sizni bu yoshli bolangizda hali Instagram, Facebook yo'q, o'rtoqlarida bor. Ibrat shakllantirishingiz kerak. Ibrat shakllantirish uchun o'sha ibratlarni o'zingiz o'rganib chiqasiz. O'zingiz o'rganib chiqasiz va gapirib berasiz bolaga. Biografik kitoblarni olib berasiz. Bu umr 13 yoshar bola ko'p o'qiydigan bola xudo xolisa. U bir hafta, 2 haftada bitta kitob o'qiydigan bola. O'sha kitoblarni olib berasiz va kerak bo'lsa o'zingiz ham o'qib chiqib turib bola bilan muhokama qilasiz. Boladan fanga, sportga, jamoat, jamiyatga foydali ish qilishga ijobiy his-tuyg'u yaratish shart. Ibratlar, rolivoy modelni shakllantirdingizmi? Bo'ldi, bola o'zi intilib ketaveradi. Media savodxonlik, internetdagi salbiy, yolg'on ma'lumotlar to'g'risida tushuncha shakllantirish bu yoshli bolalarni ham o'rtog'ida afsuski telefon qo'lda bor. Telefon qo'lda bor. Siz unda o'zida ichida qanaqadir baryer paydo qila boshlamasangiz, uni qaysidir eng yaqin o'rtoqlari bilan o'tirib telefondan kun bo'yi foydalanishi mumkin, agar nazoratsiz joyda bo'lsa. Demak, siz bolani o'zida ichki chegaralarni shakllantira boshlaysiz. Nimasi yomon, nimaga yomon? Tushuntirilmagan narsa bolaga bekor. Bolaga tushuntirish kerak. Nimaga degan savolga doim javob bo'lish kerak. Nimaga internet yomon? Tomonlari bor. Nimasi yomon? Nimaga Instagramda yomon narsalar bor? Nimaga unaqa? Nimaga siz erinmasdan tushuntirishingiz kerak. Erinmasdan tushuntirish uchun albatta o'zingiz tushunishingiz kerak. Agar nimanidir masalan yetarli bilmayman deb o'ylasangiz, o'zingiz bu narsani o'rganib chiqish imkoniyatingiz bor. Hozir bemalol internetda bemalol xohlagan masalada ma'lumot ola olasiz. Siz tanlaysiz ma'lumot, bola tanlay olmaydi. Haligi muammoga kelamiz. 11 yoshda muammoli masalalar bugungi kunda cheklanmagan internet. Internet telefon orqali bo'lmasa ham ko'pchilik uyiga laptop, desktop, kompyuter qo'yib internetga ulab qo'yadi. Buni men nazorat qilaman deb o'ylaydi ota-onalar, nazorat qilayotganlar bor, qila olmayotganlar bor. Keyin ko'p ota-onalar boshqa rag'bat topa olmaganidan kompyuter o'yinlarini, internet o'yinlarini rag'bat sifatida kiritib qo'ygan. Sen anu darsini zo'r qilsang, men senga 2 soat internetda o'ynashga ruxsat beraman degan bir narsalar bor-da. Juda noto'g'ri siyosat, juda noto'g'ri strategiya aslida. Chunki siz o'sha narsa zo'rligini unga singdiryapsiz, qaytangi miyasiga qaytadan singdiryapsiz. Uni miyasida siz buyurib meni majbur qilayotgan ishi zo'r narsa emas, lekin oxirida unga zo'r narsa beryapsiz. Internet beryapsiz, ya'ni internet o'yinga dostуп beryapsiz. Counter Strike'da 2 soat o'ynash imkoniyatini beryapsiz. Instagramda 2 soat o'tirish imkoniyati. Men cheklamayman deb o'ylaysiz. Yo'q, siz unda qadriyat yaratasiz. Siz unda o'sha noto'g'ri yomon narsa bilan rag'batlantirib, o'sha narsani zo'r deb uni miyasiga oqyapsiz.
Ya'ni rag'batlantiraman desangiz, u bilan rag'batlantirmang. Ota-onalar bosimi. Bu yoshda bolalarda o'sha ayrim xatti-harakatlar bo'ladi, sizga yoqmaydi. Ko'chadan kech keladi o'g'il bola bo'lsa, masalan, o'rtoqlar bilan boshqa mahallaga ketgisi keladi. Cho'milishga borib kelaman deydi. Biz yoshlikda o'rdaga borardi, masalan. Cho'milishga borardik. Ota-onalarga yoqmaydi. Lekin shu yoshda ko'plab bolasini do'st sifatida yo'qotib qo'yadi. Nimaga? Juda kichkina bola emas, lekin hali bir narsani anglagan katta shaxs emas. Nazorat chegarasi bilan cheklov chegarasi bilan nazorat mexanizmlari muhimda edi. Cheklov chegarasini sal yumshoqroq qo'yish muhim. Ayrim sizga ozgina yoqmasa ham, lekin bolaga zarar qilmaydigan narsalar bo'lsa, ruxsat berish kerak. Mahallada ishing tegdi, masalan, sizga yaqin joyda, boshqa joyda, masalan, yuribotgan o'rtoqlari bilan mayli soat 6 da uyda bo'lamas, 7 da, 7:30 da kelsa, qattaligini bilaman-ku. Juda bo'lmasa, qat'iy narsa qat'iy, siz bolaga sizdan chiqarmay 3 yoshda o'rgatgansiz. Yo'q. U biladi bola. Yo'q, siz prinsipda turasiz. Baqirib, chaqirib yerga yotib olsa ham, siz xey demagansiz yoshlikda. Qattiq qilmagandan qat'iy nazar, xey demaslik muhim. Biladi, chegarasi bor. Yo'q dedingizmi, ruxsat bermaysiz. Prinsipingiz bor siz. O'sha prinsipni katta bo'lganda o'ta qattiq qilib turib, chegarani kichkina qilib qo'ymang. Yo'q, men aytganimni qiladi-ku bu. Nimaga? Aylanib o'ta boshlaydi. Bu yoshda aylanib o'tishi o'sha yo'llar paydo bo'ladi. Mustaqil vaqti bor o'zi. Marhamat. Boya aytdingiz-ku, darsni qilib o'ynagan 2 soat o'yin o'ynaysan. O'shani o'rniga nima qilsa bo'ladi, masalan, bolalarga? O'zinglar eng katta muammo nimadir? Eng katta muammo shuni boshlab qo'yganingiz. Hozir shu anaqa kelib qoldi. 12 yoshlar o'g'lim bor-da, 12 yosh. Ingliz tili, IT, matematikaga boradi, qiziqadi. Biz uni qo'liga endi o'sha o'rtoqlarida bo'lgani uchun mana bu yil berdik-da, mana shu telefonni. 12 yosh bolaga. Endi adasi qo'ymadilar-da, chunki men o'zi qarshi bo'ldim. Adasi yo'q, o'rtoqlarida bormaylik, ko'ngli o'ksimasin dedilar. Keyin adasi ichiga kirib ketadi, desam ham yo'q dedilar-da. Endi hozir o'yin o'tkazib olganda, men o'chirib tashlayveraman, u o'tkazib olaveradi, men o'chirib tashlayveraman. O'sha keyin oxiri maktabdan keladi, olib qo'yaman sirazi, maktabga ketayotganda beraman. O'sha mana hozir aytayotganingizga, sizlar o'zingizlar anaqa darslaringizni qilib bo'lsang beraman derdim-da mana. O'sha hozir savolingizga nima qilsa, nima bilan chiqib ketsa bo'ladi? Men o'zimni anaqamdan kelib chiqaman, tajribamdan kelib chiqaman. Men mana shu xatoni qilmaganman. Bolalarim aytganimdek 16 yoshgacha telefon qo'liga bermaganman va kompyuter o'yinlariga do'st qilmaganman. 16 yoshgacha jostko, kattalarim 17 yoshgacha jostko bu narsadan uzoq bo'lishgan. Men rag'batlantirishim nimadan iborat bo'lgan? Oddiy misolda, masalan, bir haftada yaxshi bo'lsa hammasi darsdan vaqtida kelsang, hamma narsani qilsang, boshqa qilsang, o'qisang, aylantirib keladi. Oboraman, parkka aylantirib kelaman, bitta marojni olib beraman, maza qilishadi, o'ynashadi, xursand bo'lishadi. Keyingi hafta yana mehnat qilishadi. Yoki men aylantirmasam, vaqtim bo'lmasa, onasi aylantirib keladi. Ko'pincha onasi aylantirib, men ishda bo'lardim. Onasi aylantirib kelardi, bu bola dam olib kelardi. Ya'ni siz qadriyat yaratyapsiz hozir bolada. Bola uchun yaxshi o'zimni tutsam, menga priz kompyuterda o'ynash yoki telefonda o'ynash bo'ldi, miyasiga qurt kirdi bola. Uni chiqarib olish juda ham qiyin. Qiyin bo'ladi, lekin chiqarish mumkin. Nima bilan? Shu narsalarni to'liq olib tashlash va o'rniga boshqa rag'batlantiruvchilarni kiritish bilan. Boshqa rag'batlantiruvchi har bitta bolaga har xil. Qaysidir bolaga buni o'rniga masalan, agar 2 hafta zo'r o'zingni tutsang, men o'rtoqlarim bilan futbol o'ynashgan, sun'iy plashadka bor mahallamiz oldida 2 soatini pulini to'lab beraman. Maza qilib o'ynaysan. Masalan, bolaga futbol qiziq bo'lsa, agar bolaga boshqa narsa qiziq bo'lsa, o'sha boshqa narsasini o'ylab qol. Bolaga futbol emas, hamma qiziqishni bilib olishga harakat qiling bola. Aylanishga qiziq bo'lsa, parkka olib boring. Kinoga tushish qiziq bo'lsa, olib tushing kinoga. Er-xotin farzandlaringiz bilan borib kino ko'rib kelaylik. Bitta marojni yeb, popkornni yeb kelinglar, mayli. Bu ham madaniy hordiq chiqarish. Ya'ni siz rag'batlantiruvchini zamina qilishingiz kerak. Va u narsani to'liq chiqarib olish kerak hayotda. Olib qo'yish kerak. Kech bo'lmasidan chiqarib olish kerak, olib qo'yish kerak.
Lekin olib qo'yganingizda ham mana haligi agar 3 yoshgacha bo'lgan ish to'g'ri qilmagan bo'lsangiz, yo'q degan narsani tushunadigan bola bo'lmasa, o'zi ham qiyinroq jarayon bo'ladi. Og'riqli jarayon bo'ladi. Boshida ozgina nima deydi bola sizni nimaga berdingni, nima olib qo'yibsan degan savolda bo'ladi. Lekin yenga olsangiz, shuni uddasidan chiqa olsangiz, marra sizniki. Chunki endi bergan bo'lsangiz, hali bola endi berdik deyman. Jabz borish ulgurmagan. Jabz borish ulgurmagan. Maslahatim shu. Hozirda davlat dasturlarida, maktab dasturlarida fanlar ko'p-ku. Masalan, qiz farzandimiz tibbiyotga qiziqqanligi uchun shu bo'yicha harakatni boshlagan. Hozirda 5-sinfda o'qiydi. Lekin maktablardagi masalan matematika yoki kerak fanlar bor, bir ikkita fanlar bor. Shularni men aytamanki, qizim deyman, mutaxassislik bo'yicha o'qing, bu fanlarni qiziqmaydigan bo'lsangiz o'qish shart emas. Ustoz bilan men o'zim kirib gaplashaman deyman, endi ko'p holatda. Shu holatda qanaqa yo'l tutish kerak? Qo'shimcha darslar ko'p. Miyani band qilib qo'yadi, vaqt topib qo'yadi. Shuning uchun kerakli fan bo'yicha yo'naltish kerak. Qolgan fanlardan qanaqa qilib uni saqlash mumkin bo'ladi? Konkret gaplashishda qaysi fan? Masalan, matematikani yoqtirmaydi, keyin texnologiya degan fanlari bor. Biz yoshligimizda masalan odob tomon deb o'tirgan darslar hozir boshqacha nomlar bilan o'tilyapti. U darslar dars sifatida o'tilmas ekanda, faqat konspekt qildiradi, hatto tushuntirib bermaydi deydi. Tarix o'qituvchimiz deydi, konspekt qildiradi deydi, lekin tarix haqida umuman gapirmaydi deydi-da. O'zi davlat maktabida 59-maktabda o'qiydi. Umuman qiziqish yo'q. Tarix fani bu o'zim kerakli fanda, bu kerakli fan deb bilaman. Shu fanlarga qiziqmaydi o'zi. Mana ham aytganimdek, ikkita katam davlat maktabini bitirgan, ikkita kichkinam, mana bittasi 10-sinfda, bittasi 9-sinfda o'zim chastniga o'tganimdan keyin o'tgan. Undan oldin davlat maktabida o'qigan. Mani yondashuvim qanaqa bo'lgan? Bir nechta qoida. Birinchi qoida yaxshi o'qiysanmi, yomon o'qiysanmi, o'zing uchun o'qiysan, yomon bahoingni masalan jazolamayman. Birinchi qoida. Ikkinchi qoida, maktabdagi kerak emas fanlar yo'q, lekin senga qiziqroq fanlar bor, senga qiziqmasroq fanlar bor va hayotiy uchun muhimroq fanlar bor, hayotiy uchun muhimsizroq fanlar. Shundan qarab bola o'zi prioritetini o'zing belgila. Agar yo'q, men hammasini yaxshi o'qiy olaman, menga qiyin emas, sen hammasini yaxshi o'qi. Agar senga hammasi emas, lekin men kerakli fanlarga matematikani kiritganman. Shu hamma bolalar matematikani yaxshi biladi. Ya'ni men ularga aytgan narsam matematika, ingliz tili, tarix, geografiya, ona tili, adabiyot. Mana shu fanlar senga zarur. Maktabda yaxshi bermasa, menga kitob olib kelib beraman, o'zing o'qib ol. Zarur, juda ham o'ta zarur. Bundan qolgani sen uchun agar doktor bo'lmayman desang, masalan, kimiyani chuqur qilmasang bo'ladi. Chunki kimiya bizda murakkab o'rgatiladi maktabda. Oddiy emas. Hayotda kerak bo'ladigan darajadan ancha ortiq o'qitiladi. Fizika ham hayotdan ancha kerak bo'ladigan ortiq darajada o'qitiladi. Injener bo'laman demasa, fizikani bunaqa darajada, albatta fizikani birinchi, ikkinchi yilni bilish kerak. Lekin undan keyingi darajasini masalan, o'jani qiyinlashgan joylarni bilmadim, kvantoviy fizikadan masalan yoki Einstein nazariyalarini tushunib olishi shart emas, agar unga qiziq bo'lmasa bu narsa. Meni prinsipim shunaqa bo'lgan. Muhimini bilishing shart bo'lganini qiynalsang ham o'rgan. Qolganini xohlagan darajangda o'qi. Xohlagan darajangda o'qi. Va biz albatta o'sha to'g'ri narsa aytdingiz. Ko'pincha ijtimoiy fanlar bo'yicha o'qituvchilarning ichida suroqlari ko'p bo'ladi. Geografiya, tarix, bu недооцененный, bu yetarli qadrlanmagan fan. Lekin o'ta muhim fan. Tarixni bilmagan odam o'zini bir men komil insonman, bir bilimli, saviyali odamman deya olmaydi aslida-da. O'shaning uchun buni biz dubl qilganmiz. Men chet elda ingliz tilida tarix kitoblarini ko'p o'qib kelganman. Geografik atlaslar olib kelib berganman.
Va O'zbekistonda ham shunaqa kitoblarni olganmiz. O'zimizda chiqqan hozir ko'proq, ilgari kam edi, bitta ikkita bor edi, olganmiz. O'shanga qiziqib o'qishardi. Darslik o'z yo'liga, darslikni ham o'qishardi, beshini olishardi, boshqa qilishardi. Lekin o'qituvchi qanaqa yaxshi yomon bo'lganidan qat'iy nazar biz o'z-o'zi mana shu tarixga, ayniqsa keyin geografiyaga bolaligidan shu 200 ta davlatning poytaxtini hammasini yodlab olishga majburiy emas. Men ularni doim bolalarimning xonasida dunyo kartasi osilgan bo'ladi. Doim xonasiga kirib qolsa biz gaplashardik. Men bu davlatga men endi borgan joylarim ko'p bo'lgani uchun men gapirib bera olaman. Men bu davlatda bunaqa narsani ko'rganman. Yoki bormagan joyim bo'lsa ham o'zim o'qiganim uchun ko'p gapirib berishim mumkin. Men bu davlatda o'zim hamda borish niyatim bor. Muhokamalar, boshqalar va hokazo. Lekin karta doim davolda bo'ladi. U karta bo'lgani yana bitta yaxshi tomoni. Ular har kun uyg'onganda xayoliga keladi. Dunyoda shuncha davlat bor. Hammasida nimadir qiziq tomoni bo'lishi mumkin. Hamma poytaxtlarni yodlab olishgan. 200 ta poytaxtda bular ana mashinada o'zbekka ketayotgan bo'lsa, bizda ikkita o'yin bor edi, deyman, ochig'ini aytaman. Poytaxtlar bilan matematika. Davlatda aytaman poytaxt. Qaysi biri ko'proq aytsa, qaysi biri to'xtab qolsa o'yindan chiqadi. Oxirida bitta g'olib qoladi. Xuddi shunaqa matematika. 3 sonli fanlarni 3 sonli трехзначные sifralarni трехзначный sifralarga ko'paytirish bo'yicha. 527 kara 623 ketdi, qaysi biri birinchi? Miyasida hisoblab yetish kerak. Kalkulyator umrida qo'liga oldirmaganman. Nimaga? Ochig'i biz kalkulyatordan foydalanmaganmiz yoshlikda. Shuning uchun uni jami bolaga yordam beradi deb hisoblamayman-da. Oddiy ko'paytiruv, oddiy ayruv, qo'shuvni bola o'zi shundan o'rganish kerak. Miyasida qilib ketadi, g'olibi bor, mag'lubi bor. O'sha bilan doimiy ravishda siz miyasini qiynaysiz-da. Mana matematika bilan shaxmat nima uchun muhim bolalar uchun? Chunki masalaga yechayotganda bolaning miyasi qiynalib, nimanidir o'ylab, yechim topishga harakat qilayotganda neyron ishlarida ko'payadi-da. Qancha miyada neyron ishlarida ko'paysa, shuncha miya tezroq ishlay boshlaydi. Qancha matematik zadachalarni, masalalarni ko'p yechsa bolangiz, shuncha uni fikrlash tezligi oshadi. Xuddi shunaqa har qanday masalada nimanidir bola miyasi qiynab qidirsa, ko'p qidirsa, o'sha narsani topgunicha tinchimasa, masalan, o'shanda bolaning miyasi yanada chaqlanayotgan bo'ladi. Shaxmat ham xuddi shu. Shaxmat ham juda ko'p yechimli o'yin-ku. O'tda bitta xod qilish uchun, bitta shaxmat donasini surish uchun u o'ylaydi oldin. 5 ta, 10 ta keyingi variantlarni o'ylaydi. Miyasida tasavvur qiladi. Men yursam u qanday yuradi, men qanday qilib nima qilaman, qanday javob beraman. Ya'ni bular juda ham yaxshi rivojlantiruvchi narsa. Afsus, ko'plar bundan foydalanmaydi. Demak, javobim sizga shu. Prioritetlarni belgilab olinglar. Mana shu narsalarni yaxshi o'rganmasang bo'lmaydi. Dars yaxshi bermayotgan bo'lsa, men senga nima olib kelib beraman? Kitob olib kelib bering. Keyin hozir endi ingliz tilini bilsa juda ham zo'r bo'lardi. Nechinchi sinfda deysiz? 5 sal yoshroq. Lekin masalan 8-9 sinfda agar ingliz tillarini yaxshi o'rganib olsa, ingliz tilida juda tarixiy resurslar ko'p. Tarix to'g'risida resurslar ko'p. Juda ham ko'p. Podpiskali $10-15 oyga oladi. Lekin butun tarixni animatsiya bilan qiziq shaklida ko'rsatib berganda, Nibelga o'xshagan resurslar bor. Biz o'shadan foydalanamiz. Maktabda ham hozir foydalanish boshlayapmiz. Tarix darslarida o'sha tayyor animatsiyalar, o'sha pulli podpiskali narsalarda bolalarni qiziqtirib beradi bu narsa. Bizda ming afsus eng problemli narsa o'zbek tilida manba kam. O'zbek tilida qilingan hozir ko'payyapti. Lekin bizning yoshligimiz umuman 0 edi. Umuman 0 edi. Hozir paydo bo'lyapti. Lekin topsangiz o'zbek tilidagisini zo'r. Topa olmasangiz, o'zingiz kitob olib berib, imkon qadar o'sha kitob bilan, kitob bor hozir. Kitob bilan yetarli. Stimulyatsiya qilasiz.